katta farzandim mani ukasidan qizg'anyapti. Yoshini orasi 1 yoshi 6 oylik. Katta o'g'lim 2 ga to'lmasidan uyimizga ukasi keldi. Birinchi kunimiz juda ham qiyin o'tdi. Hali ham ikkita bolam borligiga ishonmasdim. Yana katta o'g'limni ko'rib juda ham g'alati bo'lib ketdim. Qo'limga ukasini olishim bilan sirazu yig'lab oldimga kelib olardi. Ukasini ovqatlantirayotganimda ham ustiga chiqib olaman derdi. Birinchi kundan akasidan birinchi shapalog'ini ham yeyishga ulgurdi. Hali kichkina bo'lgani uchun "Urma, deyma, ukam bu" desam ham baba unaqa tushunmayapti. To'g'ri, endi oyisining mehri, e'tibori 2 ga bo'lindi. Bu narsa baribir hamma bolalar uchun juda katta stress bo'lar ekan. Men o'zim o'g'limda ko'rdim. 1-2 kun hech narsa yegisi ham kelmadi. Kechalari esa yig'lab uyg'onib ketib tinmasdi. Bitta bola bilan charchadim, ishlarimga ulgurmayapman derdim. Lekin hozir o'sha payt nimaga charchaganman, nimaga ulgurmaganman deb hayron qolaman. Hali kichkinamni rejimi bo'lmagani uchun katta o'g'limni o'sha alohida xonaga chiqardik. O'zini xonasiga adasi katta kravat qilib berganlar. O'g'lim dumalab mazza qilib uxlasin. Yolg'on bo'lmasin, hozircha bitta o'zi uxlamaydi. Endi o'rganyapti. O'rgangunicha hozircha yoki adasi yoki men oldida yotib turaman. Ko'pchilik kichkina o'g'lingizni kiyimlarini ichiga yoki qo'liga shokolad, pechenyelar berib akasiga bersin yoki bularni ukam berdi deb o'rgating deb aytishdi. Sizlarda ham shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Qizg'anmasligi uchun yoki urib ketmasligi uchun nimalar qilgansizlar va bu narsa qachon o'tib ketar ekan? Fikringlarni kommentariyada yozib ketinglar.